Xitoy virusi dunyo miqyosida 13 milliondan ortiq kishini yuqumlantirgan, 600 mingga yaqin kishining hayotidan ayrilishiga sabab bo'lgan bir paytda hali ham insonlarga vahima solmoqda. Vatanimizdagi ahvol Xitoyning qamoli sababli mavhum bo'lsa-mu, oxirgi kunlarda G'arbiy Turkistondagi har qaysi qarindosh jumhuriyatlarda kun sari kuchaymoqda va sahiya sohasining taraqqiy qilmaganligi tufayli nurg'un kishilarning o'limiga sabab bo'lmoqda. Vaqa va mulohiza programmamizning 6-sonida Kamina Abdullah Yalqun Xitoy virusi, ya'ni COVID-19 qanday virus? Nima uchun insoniyatga buncha balo elib keldi? Xitoyning kontrol ostiga oldim degani rostmi? Xitoy virusidan saqlanishning yo'llari qaysilar? Sahiya xizmatlari ojiz bo'lgan G'arbiy Turkistondagi qarindosh jumhuriyatlardagi xalqimiz nimalarga diqqat qilishi kerak? Xitoy maskalarining xatiri nima qatorliq savollarni so'rayman. İstanbul Sahiya Bilimleri Üniversitesi o'qituvchisi doktor Mag'firat Abduvali xonim javob berdi. Kang ko'rurmanlarimizni 16 iyul payshanba kuni İstanbul vaqti tushdan keyin soat 5 da Istiqlol ekranida kutamiz.